Taşqlarda tutqun qilib oldi. Ishqilib har vaqt har yerda chiqib sizlarga yordam qildigan beshanlar kun tushgan chog'da zot ishqilib bir yerda bilan uchrab turdi ekan. Mana shu go'yan kelgan chog'da zot o'ylab boqmagan. Bunda odam uchraydi deb o'ylab boqmagan. Mana bizga mushtaq og'ayinimiz uchrab qoldi bu yerda mana. Bu bizniki tashqida og'ayinimizga o'sha o'rtoqlashib qolibdi. Oyoqida og'ayinisi bor ekan, ikkisini bir yerga xizmat qilishyapti bular. Bu anka bir yerda. Bundan parangiz jarayonida buniki shu yurtlarni surishtirgan bo'ldik. Bu yerga kelgan qancha yil bo'lganligini biz parangiz bu yoqqa chiqishib qoldik. Afsuslanarlik nima degan chaqda hamda bu yerga biz mafvuchida qo'saq birini yer desak cho'kanmabdik. Ashqalar taqaqga. Ham biz qanday qilib buni bir taraf qilamiz deb tursak, bu yerda Shinjonglik bir tonishlar chiqib qoldi. Fonchadikilar Shinjong ko'rildan kelibdi-ku. Bu shunda yordam qilaylik, cho'koz berib turaylik degan bo'ldimi, cho'k chiqmadi. Endi buni qanday qilish kerak? Sizlar bir inkos rayoniga yozib qo'yinglar. Yana bir xabar. Neyse bir nim ko'rsatib qo'yay. Nima? Ma Guizhou Tianqi Yo'pianlar dedi. Mana 26-28 kashquranda vaqtida bu yerdan chiqib olmasak, mana yomg'ir bilan xatarlik diqqat qilmasak bo'lmaydi. Shunga hozir biz Koyma Jabiyanda emas tarang qilib hozir Nanningga mangdik. Endi hozir Nanningni ko'rishaylik, mana Nanningni qisqartirishlar.